usta shogirdlar bor endi bilsanglar. Shunaqa ustalar bor 10 ta shogirdi bor, bilasizlarmi? Eng qiyini eng kichkina shogirdga. Chunki u eng 10 ni yo'g'i, hali do'konga kelsa sdachaga beriladigan qurtobdan ham 300 so'm arzon, 1000 ushtalik shogird bo'ladi. Bunday qarab turib, "Ana bola nima qilyapti mana?" desa, "Shogirdiz u" deydi. "Yo'q, qachon tushdi, ko'rmay qolibmiz u. 3 yildan beri mashida." Katta bola bo'lib qoldi faqat. Ismini ham bilmaydi ko'pchilik. Eng qizig'i hali katta shogirdlarga ham o'yinchoq u kichkina shogird. Usta deydi. Yuring, mana ish yo'q bo'lib qolganiga it urishtiramiz deydi-yu. Bizda it bitta-yu, qanday u o'zi bilan o'zi g'alati bo'lib qoladi urishsiz. Yo'q, kichkina shogirdga ayindan so'xdi mashi diodik ishandi, hozir perchatkalar bilan tayyor turibdi deydi-yu. Eng yo'ni ismini ham bilmaydi aytyapman ko'pchilik hali kichkina shogirdim deb qarab turib. Yuring-da siz shogird bola, bu katta shogirdlar ichida sizga joy yo'q. Yuring, sizga boshqa ish ko'rsataman deb uyga olib kelib, "Mana shu 300 metr devorni shu vaqtga varsiz men qo'lingizdan ish kelib qolganiga ishonaman" deydi-yu. Bu shu vaqtga varaman-u, men povurga shogirdga tushganman. Nima foydasi bor bunisi? Siz ish qila oling, abitga zo'r qilib ovqat, torg'iz bilan non.